Geldi bizlere Magnat firmadan hem kempida hem oddiy suvarkada ishlaydi suvarkamiz geldi. Magnat firmaniki inverterli suvarish aparat dim zo'r ishlangan. Ponni 220 volt, 200 volt, 180 volt, 160 volt tokasi ishlaydi. Bahasi eng yaqinda aytaman, shuni komplekt bor. Qarang, bizlar bir dona suvarkani zakaz etasiz, yonida nosi boradi. Yonida bir dona makinadan perforator bor. Perforatorni kattaligini ko'ringmi? Sifati zo'r. Ichida o'zini patronlari ham bor, o'rnatilgan nasatchilar ham o'z ichida. Shunday nabor bo'ladi. Bir dona patroni perforatori 1. Bundan tashqari bir dona 125lik bolg'arkisi 2. Bundan tashqari bir dona drelni ham yaxshisina o'zida uruyini boqili, sifat zo'r qili. 1, 2, 3, 4 ta bo'ldi, quvamiz. Bir dona elektron shitoki, xamilo qili, original qili, xamilo. 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'ldi, quvamkan. Bundan tashqari kichkinagina nabor kuruchi keldi bizlarga yana. Ponni atorga aytmam, kurchatmam ishlatiamiz. 1, 2, 3, 4, 5 6 ta komplekt bo'ladi. Bahasi 100 dollar, dastlabki O'zbekiston bo'lib mutaqadagi endi ishchasini ko'rsatamiz. Kelasiz, qo'yasiz, ketdi. Tok sayrab turmaydi. Ya bismillah. Ketgan. Bir elektron 2.4 dan bemalol ishlaydi. Knopkani bir bosasiz, kemp simit ketadi. Bismillah. Ketgan, kempni ishlab tursin. Shunday nabor bo'lib boradi. 5 komplekt, 6 komplektni 100 dollar olasiz. Dastlabki O'zbekiston bo'lib mutaqadigi bemalol zakaz etasizlar.